Assalomu alaykum jigarlar. Xudo xohlasa birinchi divizionga harakat qilamiz dedik. Endi eplagancha qani qaygacha borolmaymiz? Qancha vaqt ketadi? Hozir mana 5-diviziondaman, birinchi o'yinda yutqizganman. Nihoyat. Hop, endi o'yinni boshlaymiz endi. Ko'rasizlar. Kerakli joylarni 40-40larga tashlab qo'yaman. Nima bu g'aroyib bo'ldi? Katta Shomurodov. Pas, pas, pas. O'xshamadi. Ikkita aka qilmoqchi o'zimizcha. Abbosbek birinchi daqiqalardan qani Shoma chipirlamagan deb boraveramiz. Shunaqa kuchli ekanman nima bilan ham. Chiroyli pas o'ynasa bo'lmaydimi? Qani ketdi. Qani Shoma qanday yetadi ularga? O'yinni boshidan ustunlikni qo'lga olamiz. Shoma 8-minutda o'tkazmadi, ko'z ishlamayapti. Necha ko'rib qo'ysa bo'ladi, men nishonlamayman. Просто gollarimni chinday ko'rib, повторlar chiroyliroq ko'rinadi. Shomurodov, Husonovlarni yuzlariga ham o'zgartirishlar kiritilgan. Boshqacha cho'tki bo'lib qolgan. Qatyapti, nima bu qatyapti tinmay. Asosan havodagi hujumlarimiz samarali ketyapti hozircha. Lekin tiki-taka bilan ham yo'q. Tiki-taka bilan yorib kirdik. Gol bo'lsa yo'q. Shoma. Mana endi o'zini kallada ko'rsat. Shoma yo'q u yerda. Qani Hojimat? Qilyapti ana. Shu bitta minusimiz Yusuf bo'lib turibdi-da. Hali ne gollarni o'tkazaradi ko'rasizlar. Bu ketishda. Oldingi o'yinda bo'ldi. O'ta ketgan sharmandalik. Gol o'tkazardi Yusuf. Qani to'xtab. Va ana. Men shaqa varatani otib qoladigan odatim ham bordi. Ketib qolaveradi qo'l. Men upravleni ham jinday boshqacharoq qaytaramiz. Shoma qoch. Ketdi. Kim ana? Voy qat. Voy. Gol edi. 100talik gol edi ya. Qatamaganda. Nima bu ahvol? Wi-Fi'ni ko'rsanglar uchadi. Mana qilib qatishini. Hop, Shomada to'p yana. Abbos, Shoma. Va nima? Sombrero qilaman deydi Masharipov. Adashadi. Masharipov emas edi u. Hojimat. Uzr. Sayfiyev. Asabbuzar o'yin. Hozircha 1-0 bizni foydamizga. Hojimat jon kuyiktirib o'ynayapti. Malades. Nima bu? Antinam ikkita. Ana bo'ldi bitta, endi ikkita bo'ldi. Chichvaraganda. Obid, voy. Hojimat, endi maqtab turdim. Hojimat, malatsi. Bunaqa outlardan to'p topib qo'yish sir-sinoatlari bo'yicha kurs ochsam bo'lar ekan-a. Ajoyib, Turg'unboy. Birinchi taym bizga juda qulay tarzda yakunlandi. 2-0.
Bolalar Eldor bilan Abbos charchamaydigan qilib qo'yganmiz. Tarkib shunday o'zgarmagan. Qani ketdik. Nima qilyapti ekan endi bu o'ynash niyati bormi ekan? Hop, endi sekin himoyaga yopishib olaveramiz. Qanot o'yinchilarini himoyaga to'g'irlaymiz. Sayfiyev oldindan himoyaviy o'ynayotgandi. Endi kutamiz. 500 ming 1 milliard degan yildan keyin nihoyat o'yinni boshlayapti. O'ynash niyati bormikin o'zi? Yana ustunlikni qo'limizga olamiz. Qani? Shoma qani? Balans berib qo'ydi fizikada. Shoma ana doimgidek o'zbekimning internetlari. Neymar ajoyib kallalarni olib beradi-yu, bu Eshmurodov bo'yini ko'rsanglar buni. Ketdik. Hojimatdan hech qanday dribling yo'q. Endi pasti. Çok güzel Hojimat, hammasini Hojimat qilib beryapti, lekin biz chichib qo'ydik. O'zimizcha kar qilib Varatari bir qadam chiqqanda ham omma gol edi, ilib qo'ydim. Bilad, Shomaga bermaymanmi? Yana qaytarish kerak. Rahmat. Cho'tiga tiqdilar desam yaxshi. Qochiramiz Abbosni. Yo'q. Yomon qilyapti hozirgi vaziyat. Yomon. Bu yoqiga himoyalanamiz ekan shekilli. Tushi hujum qilishga o'rganib ketdi. Yo'q, kim edi bu? Voy, bu himoyachini super seyfini tiqishdi. Endi bitta zamini qilib olamiz. Normaliy charchashdi. Sharipov adash. Kayfiyat ahvol. Oston. Kimlar bor yana? Xo'p. Aluqulov tushiramiz. Zanib yaxshi emas kayfiyati. Buni Sayfiyev bilan almashtiramiz. Hozirgilar. Bo'ldi menimcha shansimiz yana. Kim edi bu? Mazgavoy. Kemal Mazgavoy. Ketdi, shu sxemada bosamiz. Defensive. Davay bitta gol olib bolalar maza qilib qolishdi. Qani? Какой привет bittada atvet qilaylik-chi. Paslarda aniqlik yo'qolgan. Bu nima bu? Nima internet bu? Yashatmayapti-yu bular. Kallada o'ynayapti hammasi bular. Eplab yutib olsam bir to'pim osmonga otaman bu o'yinda. O'ta ketgan qiynalib ketdim-u. Ashurmatov молодцы. Hali ham Ashurmatov qaytarib adashmasam. O'tkir. Yaxshi. Shomurodov. Bos. Masharip ololmadi. Yana to'p bizda Farruh. Bos. Masharip ochilyapti. Tiniq. Shoma. Qani, o'zgachasidan bitta. O'zgacha inshaalloh qo'ydik. Biz bunga qancha qiyinchilik bilan erishdik. Qancha qatishlar bilan yetib keldik bu yergacha. Sizlar o'yin o'ynayapti. O'ynayotgan o'yinda sizlarga endi yetkazib berishni o'zi bo'lmaydi. Buni montaj qilib YouTube'ga qo'yib, Shomurodov, Masharip, Oston nima qildi? Ikkilandim mana shu yerda offside. Tepishga ikkilandim. Pasere tepe offside'ga ham ketib qoldi Masharip. Tepsam уже offside. Bu yoqda nima bo'lyapti? Internet Wi-Fi'miz ishlab turibdi.
Уже bolalar bo'ldi bu yerda. Bo'ldi. Xayr maktabi menimcha buyog'i. Ikkita vaziyat o'ta alamli bo'ldi. Hali Abbosda ham ilib qo'ygandim bekarda. Yolg'iz yaponi cho'ta. Bu balladi. Bo'ldi, qo'rqdi. Mana bayroqlarni ko'rib уже. O'zbeklar aytganki bo'lmaydi ekan deb. Voy dod, yo'g'on. Kim necha oldi? Shuni ko'rolmay qolaman. Mana shunaqa ketib qolishdi. 5-diviziyondamiz mana. Akamizni komandasi. Birinchi o'yin yutqazib qo'ydik 1-0 ga. Shomurodov nechta gol bo'ldi? Hozirgi gollar yozildimi? Ha, yozilibdi. Hop, assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan mana O'zbekiston bilan birinchi divizionga chiqish missiyamizni bajarishda davom etamiz. Bu videolar kunlar davomida balki bir kun YouTube'ga bitta qilib qo'yarman. Kunlar davomida olib qo'yilyapti. Akamizni saslab o'ta ketgan Ziver Maradonani nimaga qanday markazga qo'yib qo'ydi, hayronman. Qani boshlaymiz bo'lmasa bismillah deb. Chiqatadi bu. Ketdik. La que se le dos lodes, ¿no? La que se lodes yana bir o'ynaymiz ekan. Shunday shovqin. Bo'lmasa boshladik. Yana birinchi daqiqalardan gol uramiz. 1-2 tiki-taka. 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 O, asal. Oldingi o'yinda adashmasam 8-minutda gol urdim. Endi 2-minut. Bu yog'iga yana ham rivojlanib ketyapmiz. Bu o'yindan yonadiganga o'xshab turibdi. Akani komandasi kuchli ekan. Meni o'zim kuchim bilan komandam qo'shganda bu yoqda balans hosil bo'ladi. O'yin yonadi. Qani yana bitta tiki-taka. Tiki-taka. Taka bo'lmay qoldi bu safar. Qiynaylar bo'ladi. Azoblaylar. Boshidan bular ruhiyatini sindirmasak, mana asosda mashina qo'ynashgan bo'lar ekan, devori уже bular tali bolaga o'xshab ketaveradi. Bo'ldi degizdiramiz. Ya Masharif asosiyda bugun kayfiyat yaxshi. Sayfiyev, Eshmurodov. Jin Maradonani bekarga sentrga qo'ymabdi. Do'stlar, aniqlik yetishmadan o'yin oyoqda tepganiga. O'tkir aka, sharmanda qilmang. Jigar bo'lasiz, jigar. Ketdi. O. Sharipov. Shomurodov. Oldidan o'tib ketdi ya. Oldidan. Bitta ko'rsangiz urasiz. Beyo o'tkazardi. Telba gol bo'lardi o'zi ham bunisi. Qani Shomurodovda jinni qila olmadik, o'zimizcha aldab-suldab pasini yo'liga kirib olmoqchi edik. Yana pressing, hujumda 5 kishi. Iskandarov, Masharif bor. Shomurodov qayt Maradonani yopish. Iltimos, u bola. O'ta yengil bemalol o'tib ketadi. Iskandarov. Nima bu? Hech kim indamayapti, qaramayapti ham. O'tkir aka, nima qilyapsiz? Rivaldoda hazillashib yana bitta tik-taka qilib ko'ramiz desam, shishib qo'ydik. Pastda ahvolni ko'rdinglar. Iskandarov. Hamrobek. Farruh. Akam senga ishonganman. Himoyachilarim ichida izlab berasan qanotga. Paslar ketma-ketligi.
Qani, o yaxshi, yaxshi. Abbos yetolmadi. Abbos. Nima bu? Olib turib berib qo'yaveradi. Ertalabda urib ekan shotimiz ham. Nazat yo'bana shakal. Basharipov ham Aleks Sanchez, Ronaldolar yelka bilan o'tib ketishiga qiziqib shunaqa ko'raman degancha bor ekan dedi menga. Qani, Sherzod nima bu? Qatishdi. Internetimizga shukrlar bo'lsin. Voy, bunisiga nima bor endi? Voy. Biz hozir gol ham ancha aytdi. Jumalatib urib qo'ygani. Alam qilyapti. Qo'yinglar-chi, unaqa qilmanglar, erta-kunda. O'zimizni bilib ketadigan bo'lib qolmaylik. Gap yo'q, Mujik aka. Siramizni boshladi. Yutyapti-da endi o'zicha. Gol nishonlab qo'ydim kamiga. Katta ketib. Yutmasak bo'lmaydi akalar, bu bilan ish bitmaydi. Abbos. Voy, Asal, Abbos, Azizbek. Nima bu pas qayga beryapman aytdim. Bo'ylaringiz aziz. Молодец. Qaytamiz Turg'unboyev. Eshmurodov. Voy. Молодец. Bolalar kuyib o'ynayapti. Shunisi zo'r bizga. Men bilmayman bu o'yinlarni qaysi joylarini kesaman, hayronman. Hammasi zo'r chiqyapti cho'ta. Ketdi Turg'unboyevda yo'q. Chapaqay deb qo'yganman ati. Shomurodovga tana gollar berib turadi. Iskandarov yo'q. Ko'staydi akalar bizga qaytagan Shirvat. Biladi bu ham iksir qo'yishini. Nima bo'lyapti bizga? Nima bo'lyapti? Shoma. Achib ketasanmi aka? Karalab qo'yganmiz u yoqda. Ketdi. Voy Asal, voy Asal. Sirazi javob. Men hali o'lganim yo'q, deyapti. O'lganim yo'q. 2-3. Zamina qilmasa bo'lmaydi. Maradona. Voy, chin oyog'idagi yotib olsam ham eplon olmadim. Shu mana endi himoyachi bo'lganda. Sani bo'lganda anjumlarni qo'yardi. Sani degan kartasi keldi. Ushlash kerak, bu tarkibga ushlamasa uyat bo'ladi. Neslaga urib qo'yibman bekardan. Lorislarga qo'ysin. Shuncha otib berganman unga. 100 kunish. Oson bo'lyaptimi hozir 100 kunish topisham 15 qilib. Sani tashlaymiz. Kayfiyat yaxshi bo'lsa ham iloji yo'q endi. Ketdi. Iskandar charchab yo'q hujumga tashlaymiz. Va bank. Nima qilyapti bu? O'ynaydimikin so'raylarchi. Yutayotgan bo'lsa ketdik. Kerak. Shunday yetkazarasizmi? Eldor Mazgavoy, Sherzodbek, Oston, voy, to'xtatishdi. Rivaldo, vo o'zicha aldayman dedi. Mabe to'pdi. Bo'lyapti. Hojimat. Eldor, vo pas yaxshi. Eldor Olomalik qaytib to'pda Iskandarov Farruh aka. Qayting. Qaytaylik. Ketib qolishadi. Zo'r, yaxshi. Aniq. Vojinni o'tib qolsa-ya.
Endi biz o'yinchilar ja tezmas. Bor ba'zilarda tezlik. Hammada ham emas. Sherzodbek Oston bilan Vokchina o'xshamadi bas. Fighting Kusanov. O молодец. Yomon eplayapti. Shu bolacha havoda to'pladi. Ketdik o'zizga bitilamiz vojoningdan. O'zi oldi to'pni borib ochilib, o'zi pasirib Sherzodbek edi adashmasam chap qanot himoyachimiz. Endi nima qilamiz? Endi bitta himoyani yoqamiz. Akani azoblaymiz, qaytamiz. Kir. Qani, hop. Ketdi. Kuching boricha oldiga to'g'risan. Qani. 3 hozircha comeback salkam lekin yuksak comeback hisoblanadi bizga. Qani, voy молодец, rahmat. So'nggi daqiqalar Oston bos. Iya, o'zicha nima qilaman dedi. Bu fint hatto Neymarda ham yo'q. Молодец. Bu bola kim edi? Noyermidi, Ter Stegenmidi? Noyer Shegen. Lekin men Ter Stegen bilan De Gea'ga ikkoviga double touch berilgan, endi ular iloji yo'q, tashlay olmayman. 4-3 bolladi, umid bo'ldi. Mbappeda o'tgan haftadagi kayfiyatiga o'xshab tushib ketdi, bo'lib. Fint qilib o'zicha o'taman, bollar. Ashaqa bo'ladi Husanov bilan Eldor. Qaramadan u bilan orqasidagi o'yinchiga. 2-1 Shoma. Remontada bo'lib ketdi bu yog'i. Shomurodov boshqa iloji yo'q, Shomurodovdan boshqa. Men o'zim matchga bugungi o'yinlarimiz ham tugadi akalar. Bu rubrikamiz yana davom etishini xohlasanglar kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Ko'rib turganinglardek bizda 6 ochko bo'libdi. 12 ochko bilan chiqamiz akalar. 10 ochkoda qiziqyo bizga, biz qolishda o'ynaymiz. Biz chiqamiz, xudo xolisa. Yana 2 dona xuddi shunaqa o'yin ko'rsatib bersak, moshni. Chiqamiz, 4-divizionga chiqamiz. Meni planimdagi shu 3 kunlar ichida xudo xolisa keyingi videoda nasib 4ga chiqqanimiz 3 ga harakat qilayotganlarimiz bo'ladi nasib qilsa. Kuzatishda davom eting.